Bu afsuski bugungi ahvolimiz. Men tanqid qilish fikridan yiroqman. Biroq bugun ayollarimizga berilayotgan erkinlik va tenglikka yengiltaklik sifatida qaralayotgan bir qatlam shakllanib boryapti. Va natijada ko'chaga va mashinasiga sig'mayotgan mana bu qizlardan erta bir kun yaxshi bir kelin chiqishi yoki bo'lmasam eriga kuch ishlatayotgan mana bu ayoldan erta bir kun yaxshi ona chiqishi yo bo'lmasam onasiga zulm qilayotgan mana bu ayoldan erta bir kun yaxshi va sog'lom avlod qolishiga hech kim kafolat bermaydi. Va mening nazarimda mana shu qatlamning shakllanishiga ular oila hamda jamiyatdagi o'z o'rni va vazifasini bilmasligida deb bilaman. Agar qizlar oilasida shu oilaning qizi va yuzi ekanligini, ayollarimiz esa shu oilada ona va mushtipar ekanligini to'liq anglab tushunib yetsa, mana shu kabi bir yengiltak qatlam shakllanmaydi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, bir onadan nega ayollardan buyuk zotlar va donishmandlar chiqmaydi deb so'ralganida, biz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni afzal bilamiz degan ekan. Shuning uchun, hurmatli ayollar, bugun biz erkaklarda ayollarga nisbatan go'zallik, latofat, mehr, muhabbat timsoli sifatidagi qarashlarimizni o'ldirishga yo'l qo'ymang. Zotan har biringiz bizning singlimiz, opamiz, onamizsiz. Zotan kelajak va bugun aynan sizdan boshlanadi.